Аңлаватқаныңла тілекнің хасиеті хаққыды хикая. Burunның burunысыда bir cüp ayal болып, ularning balысы yo'q ekan. Ular kech gündüz balaliq bo'lishni o'ylaydi ekan. Ay kunlar o'tib, ular oxir bir o'g'il va bir qiz farzandlik bo'pti. Balalar cho'ng bo'pti. Keyin otasi kasal bo'lib qilib, balalarni yeniga chaqirtib so'rabdi. Balalarim, sizlarga nima lozim? Tilakmi yoki boyliqmi? O'g'li, "Menga boyliq lozim, dada", debdi. Qizi, "Menga tilak lozim", debdi. Otasi qiziga baxt tilab bo'lgandan keyin tiniqidan qapdi. Atasini dafn qilib bo'lgandan keyin uzun o'tmay, onasimi og'rib qapti. Onasi balalarni chaqirtib so'rabdi. "Obdan balalarim, sizlarga nima lozim? Tilak lozimmi yoki boyliqmi?" "Menga boyliq", debdi o'g'li. "Menga tilak lozim", debdi qizi. Onasi qiziga baxt tilab bo'lgandan keyin qazo qildi. Anasini dafn qilib bo'lgandan keyin aksi singlisining uyiga kirib, ota-onasidan qolgan hamma narsani ep ketibdi. Kishilar uningdan so'rabdi. "Nemishqa singlingga biror narsa qo'yib qo'ymaysan?" Aksi javob beribdi. "Men boyliq olaman degan boyliqni oldim. Uningga tilak lozim ekan, tilagimi bor bo'ldi." Oxirda aksi faqat yelqazon bilan so'xmini ep ketmay, singlisiga qoldirib qo'yibdi. Qo'shnilar qizning bu narsalarni o'tni elib, qizga bir ozdan oshliq va ko'ktat beribdi. Qiz mushu narsalarda kunini opdi. Singlisi uyni izlab yurib, 2-3 tal kava urqini tepibdi. Uni quduqning yeniga opirib terib qo'yibdi. Keyin buningdan necha tal yo'g'on kava unib chiqibdi. Aksi bu ishlardan xabarsizkan, u boshqalardan so'rabdi. "Singlim oshliqni nerdan tepibdi?" Kishilar uningga singlisining qo'shnilari yelqazon va so'xmini o'tni ilib, andan uningga azroq oshliq va ko'ktat berganligini aytibdi. Singlisi shu narsalar bilan qo'sqini boqadi ekan. Shuning bilan aksi singlisining uyiga berib, yelqazon bilan so'xmini ep ketibdi. Singlisi atiganda uyg'onib, yeydigan hech qanday narsaning yo'qligini bayqabdi. Kavisining pishmaganligini ko'gili beribdi. Quduqning yeniga kelib qarasa, kavilar shundoq ko'pkan. Bir nechini uzib, ochliqqa tegishib ketdi. Shundoq qilib, xeyli kunlargacha u kavi setish orqali turmushini qamdabdi. Uning kavisini yegan har bir kishi kavining tatliqligini maqtaydi ekan. Keyin kishilar o'zlari ochliq elib kelib, kaviga tegishadigan bo'pti. Shunda qilib, singlisi uzunga qolmay beyib qapti. Aksining ayoli bu xabarni anglab, xizmatkordan birini chaqirib, uningga oshliq beribdi. Hamda uningga berib kava tegishib kelishni aytibdi. Xizmatkor singlisining uyiga borganda, singlisi aksining xizmatkori ekanligini bilib, uningga eng oxirgi kavani beribdi. Aksi kavani olgandan keyin ayoliga pishirg'izib yebdi. Andan bu kavining nihoyatda tatliq ekanligini bayqabdi. Ikkinchi kuni yangisi xizmatkorni singlisining uyiga berib, yana kava akilishga buyuribdi. Biroq singlisi xizmatkorga kavining qolmaganligini aytibdi. Xizmatkor egisiga bo'lgan ahvolni aytganda, yangisining qattiq achchig'i kelibdi. Kechda qizning aksi qaytib kelib, ayolning xapxon o'ltirganini ko'rib, uningdan so'rabdi. "Xotin, sana nima bo'ldi?" "Men xizmatkorni singlingizning uyiga kava akilishga buyursam, u yo'q debdi. Boshqalar bo'lsa, uning uyida kava bor ekan", eri debdi. "Qara, buning qilgan qiliqini. Ati o'zim berib, kavalarning hammasini uzib kelay." Ikkinchi kuni saharda aksi singlisining uyiga berib debdi. "Ayolim sana oshliq avassimi, nemishqa kava bermiding? Kava yo'q tursa, undaqda nemishqa boshqalarga setib bersa?" "Men biror odamga setib baxmadim, kavaning hammasini uzib bo'lgan, qolganlari teq pishmidi." "Ishonmayman, o'zim berib uzib kelaman",
debdi aksi. Çoqum üzümen desang, avval qo'limni kesivet, andın öz. Aksi qilchi ishkilanmay, singlisining o'ng qo'lini kesib etib, andın kavulani üzüp, singlisining barliq narsalarini elib, singlisini uydan qo'g'lab chiqaribdi. Andın uning uyini setib, pulga ega bo'libdi. Singlisi bo'lsa, o'zi yolg'iz o'rmonliqqa qechib beribdi. Ikkinchi kuni ashu yerning shahzodasi ovlig'ili o'rmonliqqa kelibdi. Shahzoda herib ketib, do'stlariga debdi: "Men ov daraxt ostida birdam aram elib olay. Sizlar ovlaveringlar." Shahzoda chakar bilan billa daraxtning ostida o'ltiribdi. Bu vaqtda daraxtning ustida uxlayotgan qizning yeshi shahzodaning ustiga temibdi. "Voy, yomg'ir yig'ayotamdi nima?" deb so'rabdi shahzoda chakardan. "Yo'q, oliylari, yomg'ir yog'midi. Daraxtga yomishib chiqib qarab boqina, biroq qushmo'ya." Chakar daraxtning ustiga yomishib chiqqan ekan, u yerda bir qizning yig'layotganligini ko'ribdi. Ondan shahzodaga debdi: "Daraxtning ustida chiroyli bir qiz yig'layotdi. Uningdan gap so'rashga men petinolmadim." "Nimishqa?" "Shahzodam, u yig'lab etibdi. O'zlari chiqib so'rab boqamdilar." Shahzoda daraxtga yomishib chiqib qizdan so'rabdi: "Siz kim o? Odammi yoki olvostimi?" "Men odam." "Nimishqa yig'laysiz?" "Azoblarim uchun yig'layapman." "Avval bu yerdan tushib ketayli. Ondan men sizni og'ash ketay." debdi shahzoda. "Nega boramiz?" "Ota-onamning yiniga boramiz. Men shahzoda bo'laman." "Undaqda sizlar bu yerda nima qilasizlar?" "Men har oyda do'stlarim bilan ovlig'ili chiqaman. Lekin mening hech qanday odam bilan ko'rishkim yo'q." "Bizga hech qanday odam uchirmaydi, xotirjam bo'ling." debdi shahzoda. Shahzoda daraxtdan tushib, chakarga shahardan taxtiravon elib kelishga buyuribdi. Chakar ketib uzun o'tmay, taxtiravonni elib qaytib kelibdi. Shahzoda qizni taxtiravonga o'ltirg'izib, do'stlariga belgi berishni chakarga topshiribdi. Do'stlar qaytib kelgandan keyin shahzoda mundaq debdi: "Men bek muzlab ketdim. Bo'ldi, biz uyga qaytib ketayli." Do'stlari bo'lsa, o'g'llarini artishib, shahzoda bilan tang qaytibdi. Ular taxtiravonning ichida bir qizning borligini bilmaydi ekan. Ko'pchilikning hammasi o'rniga yetib borganda shahzoda chakarga debdi: "Sen berib ota-onamga aytqin, mening mijozim yo'q. Oshxonadagilar g'izza tayyorlab, menga akirib bersin." Ota-onasi shahzodaning mijozi yo'qligini anglab, andisha qipti va g'izzalarni qilib o'g'liga avatibdi. Ikkinchi kuni shahzoda uydan chiqib, ota-onasining yeniga beribdi va ularga debdi: "Xon ota, xon ona, menga bir qiz uchirdi. Men uning bilan to'y qilaman. Biroq uning bir qo'li yo'q ekan." Padişah o'zining bir tal shahzodasini shunchalik yaxshi ko'rganlikdan bu to'yga qo'shilibdi. Shahzoda to'yini qilibdi. Butun el jamoat shahzoda olgan qizning bir qo'lining yo'qligini bilibdi. Keyin shahzoda ayollar bir o'g'il farzandlik bo'pti. Shahzoda bu chaqda har yerlarga berib sayohat qilishni boshlabdi. Qizning heliqi to'ymas aksi bo'lsa, bu ishlardan qilchilik xabarsiz ekan. U singlisini o'rmonliqda o'ldi deb qaraydi ekan. Keyin oy kunlar o'tib, aksining puli qolmabdi. Namratlikdan tilamchiga aylanibdi. Bir kuni u boshqalardan shahzodaning ayolining bir qo'li yo'q ekan degan gapni anglab qopdi. "Shahzoda u qizni nerda uchirtibdi ekan?" deb so'rabdi aksi. "O'rmonliqda." Aksi bu gapni anglabla, u qizning singlisi ekanligini jazmlashtirib, o'rniga berib padishahga debdi: "Sizning o'g'illari bir qo'li yo'q qizni opdi. U qizning qo'li o'zining sehri sababidan yo'qab ketgan. Kimiki uni olar ekan, u cho'qim bu qiz tarafidan qaslanadi." Padishah bu gapni xonishga aytib beribdi. Ikkisi qanday qilsaq bo'lar deb o'ylashibdi. Padishah o'g'lini yaxshi ko'radi ekan. Shunga o'g'lining qasdga uchirishidan ansirab, kelinni navrisi bilan qo'shib, o'rdadan haydab chiqarishni qaror qilibdi. Qizning aksi padishahga yana aql ko'rsatibdi. U boshqa shaharda sehri jadosini ishlatgachga qo'li kestirilgan. Eng yaxshisi uni mushu yerda o'ldirib asila.
Padişah ularni o'ltirsa bo'lmaydiganligini, ularni eng yaxshisi o'rdadan haydab chiqarib etishi kerakligini aytibdi. Shahzodaning ayoli bolasini ko'tarib, sevatdan birini ilib, o'rmonlikning ichiga kiribdi. U o'rmonlikning ichiga kirgandan keyin bolasini emitib uxlatibdi. To'satdan u oldi tarafdan bir yilonning kelayotganligini ko'rib, ichida "Endi o'ladigan bo'ldim" deb o'ylabdi. Biroq yilon uning yeniga kelib debdi: "Meni sevatingizga selib eling, men kun nuridan saqlanib olay. Ondan sizning yomg'irdan saqlanishingizga yordam qilaman." Shahzodaning ayoli sevatni ichib yilonni yo'shirib qo'yibdi. Bu vaqtda u yana bir yilonni ko'ribdi. Yilon qizning oldiga kelib: "Siz mening bir do'stimning bu yerdan o'tib ketayotganligini ko'rdingizmi?" "Ko'rmadim." Yilon ketib qopti. Bu vaqtda sevatga yilon: "Endi sevatning og'zini ochib eting" debdi. Shahzodaning ayoli sevatning og'zini ochibdi. Yilon chiqqandan keyin rahmat aytib: "Safaringiz qayoqqa?" deb so'rabdi. "Bilmayman, o'rmonlikda ezib qolgandim" deb javob beribdi qiz. "Undaqda men bilan meying, sizni uyimga opiray" debdi yilon qizni uyiga taklif qilib. Ular yo'lda cho'ng bir ko'lga yo'liqibdi. Yilon: "Mush yerda orom olayli, kun isib ketdi. Siz bolangizni bir yuvib qo'ying" debdi. Shahzodaning ayoli bolasini ilib, ko'lning yeniga berib, bolasini yuyindirmoqchi bo'lganda, bola suvga tushib ketibdi. U yig'lashga boshlabdi. Bu chaqda yilon kelib so'rabdi: "Nim bo'ldi?" "Balam suvga tushib ketdi, ko'rinmayotdi." "Yaxshiroq izlab beqing" debdi yilon. Shahzodaning ayoli xeyli uzun izlagan bo'lsa-mu, bolasini topolmabdi. Shuning bilan yilon debdi: "Ikki qo'lingiz bilan izdimamsiz. Bu menga chaqchaq qilganingizmi?" debdi bechora ayol. Yilon so'rabdi: "Bu nima deganingiz?" "Men saq qo'lim bilan izdisam topolmayvatsam, bu yerimi yo'q qo'lim bilan qanday izdayman? Siz avval mening gapimga kirib, ikki qo'lingizni tang sunmamsiz" debdi yilon yanala. Shahzodaning ayoli ikki qo'lini tang suvga sunib tikan, yana bir qo'li paydo bo'pti va bolasi uning qo'liga chiqibdi. "Topoladingizmi?" deb so'rabdi yilon. "Topdim, texi yana bir qo'limga erishdim" debdi shahzodaning ayoli xushalligidan. "Ha, endi ota-onamning yoniga borayli. Sizning meni qutuldirganingizga rahmat aytmadim texi." "Hojati yo'q, men yana bir qo'limga erishdim. Mana mushu yetib oshmamdi." "Yo'q, biz yanala ota-onamning qishiga borayli." Ular yilonning ota-onasining yeniga beribdi. Yilonning ota-onasi ularning kelganidan xush bo'pti. Shahzodaning ayoli ularga shundoq yiqib qopti. Yilonning ota-onasi ularni o'zlari bilan birga turishga taklif qilibdi. Shuningdan boshlab shahzodaning ayoli ular bilan birga turib qopti. Bu kunlarda shahzoda bo'lsa boshqa ellardagi ziyoratini oyoqlashtirib, vataniga qaytib ketdi. Bu chaqda ayolining to'ymas aksi o'rdadagi ta'siri bor odamga aylanib bo'pti. Padişah bilan xonish shahzoda kelishdan burun ikki qabr yasab bitiribdi. Shahzoda ayoli bilan bolasini so'raganda, ota-onasi uningga "Ular qazo qildi" deb javob beribdi. "Nima? Ularning qabrisi-chi?" Ota-onasi o'g'liga qabrni ko'rsatib qo'yibdi. Shahzoda intayin azoblanibdi. Aradan necha oylar o'tib ketibdi. Bir kuni shahzodaning ayoli yilonga "Men endi uyga qaytib ketaman" debdi. Yilon: "Undaqda siz ota-onamning yeniga berib, ular bilan xo'shlashing. Ular sizga sovg'a bermoqchi bo'ladi. Biroq siz boshqani olmay, otamning o'ziki bilan onamning sevatini eling" debdi. Shahzodaning ayoli yilonning ota-onasi bilan xo'shlashqili beribdi. Ular uningga nurg'un mol-dunyo beribdi. U alg'ili unamay shundaq debdi: "Men buncha vala mol-dunyoni o'zim yolg'iz qanday qishiltaman? Undaqda sizga nima kerak?" deb so'rabdi yilonning ota-onasi. "Yilon ota, sizlar menga o'ziklarini sovg'a qilsizlar. Yilon ana, sizlar menga kichik sevatlarni sovg'a qilsizlar." Yilonning ota-onasi uzuk va sevatga qiyolmaydi ekan. Biroq amalsiz uzukni shahzodaning ayoliga berib, mundaq debdi:
Navoda siz qo'saq to'yg'izmoqchi, birər nəs kiyməkçi, birər joyda turmoqchi bo'lsangiz, üzükka essingizla bo'ladi. Andın anisi Sevatni onunğa berib, o'xshash gapni takrorlabdi. Yılan ata-onaning tilaklarini olgan qiz yo'ldishini izlash safariga otlanibdi. U o'rdining oldiga bormay, shahar sirtida turib, üzükka debdi. "Hey üzük, bu yerga menga shahona uydan birini sepbagin." Gapning oxiri tugamayla, bu yerga nihoyatda katta uydan birisi paydo bo'pti. Uy ichida har xil uy jahozlari, hatto chakarlarmi bor ekan. Shahzodaning ayoli bolasi bilan bu yerda yashapti. Ay yillar o'tib, balami cho'ng bo'pti. Bir kuni podshoh shaharning sirtida shundoq chiroyli bir uyning borligini anglab, cherik avatib, rostligini bilib kelmoqchi bo'pti. Avatgan odami buning rostligini aytganda, podshoh ajablanib, vazir vuzra va shahzodani ilib, bu uyni ko'ygili kepti. Shahzodaning ayoli ularning kelayotganligini ko'rib, chakarlarga g'izo tayyorlashni buyuribdi. Podshoh eshikning oldiga kelganda, qiz ularni uyga taklif qildi. Ular uyga kirgandan keyin uning kimligini so'raganda, qiz "Avval taom, andin kalom" debdikan. "Avval g'izoga beqinglar, andin sizlarga oldirmay o'ltirib, beshimdan o'tgan ishlarni so'zlab beray" deb javob beribdi. Ular g'izoni yeb bo'lgandan keyin qiz beshidan o'tgan kechirmishlarini bir so'zlab beribdi. Shahzoda ana bolaning teg'a hayot ekanligini anglab, xushallikdan o'nsilib yig'lab ketibdi. O'ltirganlarmi xushal bo'lib, ko'z yoshi qilishibdi. Podshoh xijil bo'lib, "Qizim, undaqda akangizni qandoq bir taraf qilamiz?" deb so'rabdi. Qizning fikri bilan ular to'ymaz oshko'z aksini shahardan surgun qilib haydab chiqaribdi. Shuningdan keyin shahzoda va uning ayoli bir oila kishilari baxtlik, xotirjam turmush kechiribdi.